Baxti qara internetda nima o'rgandim. Ha, nima? Voy. Ko'rdingmi? Voy. Ha, buni-chi, bu fizikada. Ko'zimni yumib qilib tashlayman. Ha? Qani? Bu? Tanishinglar, bu meni opam. Yoshi 30 ga chiqqan. 3 ta farzandi bor. Erga teggan. Nimaga bunaqa qilyapti deb hayron qolmanglar. Shu opam internet kasaliga uchragan. Qilayotgan qilig'ini qaranglar. Hech shu opamni odam qila olmadik. Iltimos sizlardan yaxshi doktor bo'lsa, yaxshi vrach bo'lsa, shu pastda kommentariyaga nomerlarini qoldiringlar. Balkim tuzalib qolardirlar keyin. Lekin biz odam qila olmadik. Qilayotgan qilig'ini qaranglar. Mana qaranglar. 30 ga chiqib erga tegib ham odam bo'lmadi.